Şeflar taxminan yerdan bir 5000 metr yuqoriga biza. Shunday pastdan chiqdik, mana qarang. Ana shunday teshik tosh g'or deydimi, endi tosh deydimi, qarang-da. Shu Xudoning qudrati bilan atmosferaga qaranglar-da. Ana shu yerdan endi o'tish kerak. Lekin ozgina pastliroq. Vah. Shu radnoylar bilan cho'qqini zabt etdik. Shu radnoylar bilan cho'qqini zabt etdik, ey. Sheflar, qaranglar, ey. Qancha balanga biza, qancha. Vah, mana qarang. Yo, bismillah. Ana shu cho'qqi bilan barobar bizani. Ana shu cho'qqi bilan shunaqa barobar biza. Mana qarang, yerdan qancha pastga biza. Qarang, ana odamlar qancha kichkina ko'rinadi. Ana. Bu go'zallikka qarang-da. Jo'ralar bilan chiqdik ana shu yerga. Lekin borku. Lekin ana bu yerdan bir o'tish kerak-da. Boshi yomon aylanadi lekin. Bu yo'q shunday. Xuddi jarlikday mana qarang. Vah. Qani? Bu yo'q jarlik. Qanana qo'ylim cho'zgancha oldim videoni. Lekin bu go'zallikni qarang. Vah. Shunaqa chiroyli. Kelinglar bu g'orning ichiga. Kiraylik qani? Ana bera hozirgi joyga. Ketdik davay. Kellar. G'or ichiga kiraylik. O'tgani bitta. Qani? Kellar. Ya Allah, ketdikana. Bunga qara ey. Bera kirib bo'ladimi o'zi? Afsona. Kitoblarda ko'rgansiz, kinolarda ko'rgansiz. Mana qarang. Dahshat, atmosfera bomba. Mana qaranglar-da. O'zbekistonga shunaqa joylar bor-ku, ko'rib lol qolasiz. Azim Akfa Buxoroga lekin omad. Biza bilmaganlik shuncha yil 7 yildan beri Navoiyga kelib ketamiz. Shunaqa joy borligini biza bilmaganlik. Akfa Buxoro biza anshiracha olib keldi. Rahmat jara. Rahmat. Gap yo'q. Akfa Buxoro, nomer 1. Buxoro, hammaga omad. Gap yo'q. Farhod jarani belgilab qo'yinglar. Mana balandlikka. Qanday chiqamiz endi bu yerdan, ey? Ana bu tomondan chiqib ketamiz. Ketdik shu an qo'ya qolman. Bu yo'q lekin podyom.